Bugun biz nega Qizil armiyaga, ya'ni Sovet ittifoqiga nega yutqazganligimiz haqida gaplashamiz. Sovet ittifoqi 1917-yilda Toshkentga kiradi va Toshkentni bosib oladi. 1920-yilda Qizil armiya Xivaga kiradi va Xivani tor-mor etib tashlaydi. O'sha yilning o'zida, ya'ni 1920-yilda Sovet ittifoqi Buxoroga kiradi va Buxoroning 1/3 aholisini yo'q qilib tashlaydi. Xo'sh, endi savol tug'ilishi mumkin. Bizda shuncha boylik, shuncha tillolar bor ekan, nega biz yutqazdik? Negaki bizda ahillik va ong bo'lmagan. Negaki Sovet ittifoqi bu Toshkentni bosib olganida bu yoqdagi Buxoro va Xiva o'ylash kerak edi. Ular bizga yaqinlashdi. Ha demay bizni ham oladi deb. Lekin ular o'zi xohlagan ishni qilib, o'sha faxsh ishlarga botib yuraverishgan. Va bir yilning o'zida Xiva xonligini ham, Buxoro amirligini ham yo'q qilib tashlashdi Sovet ittifoqi. Agar bir davlatni kuch jihatidan kuchli qilmoqchi bo'lsak, o'sha davlat o'z qo'shnilari bilanmi, boshqalar bilanmi ko'proq urushishi kerak. Va o'sha paytda bu ko'proq joylarni bosib olganda ham ko'proq pul, ham ko'proq aholi, ham yangi narsalarni o'rganadi. Va shu bilan ko'p joylarni bosib olganda unga rivojlanish olib keladi. Lekin bizda xonlar, amirlar, beklar hammasi faqat yeb, ichib, faxsh ishlarni qilib yotishgan. Va eng muhimi, bizda ahillik bo'lmagan. Amirlar, beklar bir-birini orqasidan kovlab yurishgan. Bu narsa bundan oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Bundan oldin hammamiz bilgan Jaloliddin Manguberdining gapiga quloq solmasdan qayerdan Mongoliyadan kelayotgan qo'shinga yutqazib o'tirishgan. Va bu yaqin asrda ham bo'lib o'tdi, ya'ni Sovet ittifoqiga yutqazdik. Qachonki biz yengilmas, yutqazmaydigan davlat bo'lishni istasak, bizda ahillik, bir-biriga ishonch, rus tilida bir-biriga poddeshka qilish kerak. Bu biz toshkentlik, biz qishloqlik, Toshkentlik, san kimsan, bunaqa ishlar, bunaqa gaplar bo'lsa, ahillik bo'lmasa, hech qachon rivojlana olmaymiz. Va hammaga yutqazamiz. Biz Amir Temurdan keyin faqat yutqazib keldik. Buning sababi nima? Ahillik bo'lmagan, ongni ishlatishmagan, saroy tilla faxsh ishlar bo'lgan. Shu uchun yutqazdik. Va buni yo'qotish uchun bir-birimizga ahil bo'lishimiz kerak. Xudo ko'rsatmasin, yana biron kishi bizga kelsa, yana biz Toshkentlik, biz Samarqandlik, biz Samarqand boylardan, biz Toshkentlik, biz poytaxtlik, biz Buxorolik, biz amirlardan bo'lganmiz degan narsa, degan tushuncha yana bo'lsa, biz yana yutqazamiz. Shuning uchun bir-birimiz bilan ahil, inoq bo'lsak agar va bir-birimizni rus tilida poddeshka qilsak agar, bu qishloqdan Toshkentga bo'lsa, borsa, navrot ishlashgami, o'qishgami unga yordam berish kerak. Kvartiraning narxini 2 barobar ko'tarib qo'yish kerak emas. Keyinchalik ahillik bo'ladi. Bizga rus keladimi, Amerika keladimi, NATO keladimi, Lubboyni yo'q qilib tashlab, Lubboyga qarshi chiqa olamiz. Faqatgina ahillik bo'lsagina.